Pul bola. Sotmoqchi bo'lganmisiz? Nimaga? Nima sabab bo'lgan? Pul kerak edi. Pul 9 oy bag'rida asragan jigarbandini dunyoga keltirib, moddiy manfaatdorlik evaziga uni qo'shtirnoqda bozorga solgan onaning qilmishiga izohi edi bu. Eshitgan odam vujudiga titroq soladigan bu iqror hali 20 yoshga ham to'lmagan onaning og'zidan chiqar ekan, quloqlari eshitib, aqlan his qilyapti aytayotgan so'zlarini degan xayol o'tdi beixtiyor. Men davolanishim kerak bo'lganda. ota-onangiz bormi? Borlar. O'sha vaqtim dadam bilan tortishgan vaqtim bo'lgan. Uyinda bolam bilan chiqib ket degan vaqtlari bo'lganda, qattiq janjal bo'lgan. O'shanda men o'g'lim bilan chiqib ketganman. Bu xato faqat sudlanuvchi ota-onaning xatosi emas. Farzandi taqdiriga befarq kattalar, yaqinlar hamma bir bo'lib, norasida go'dakni qo'shtirnoqda savdoga solinishiga sabab bo'lgan asli. To'g'rirog'i, ikki aqli raso hech kim bexabar. Shar'iy nikoh asosida o'zaro birga yashab yurgan davrda na yigit va na qizning yaqinlari ularni nazoratga olmagan. Qayerdasan, nimalar bilan bandsan demagan birov. 2024-yilning oktyabr oyida o'zaro tanishib, har ikkisi ham oilasi bexabar. Shar'iy nikoh asosida oila qurishadi. Birga yashash davrida esa o'zaro janjal, nizolar kelib chiqqan ular o'rtasida. Shu orada 2025-yilning oktyabr oyida o'g'il farzandli bo'lishgan. Bola ham er-xotinning murosasiga sabab bo'lmagan, afsus. Keyin sotmoqchi bo'lganmiz? Keyin Farg'ona kelgandan keyin shunaqa ayol bilan tanishib qoldim. O'sha Odina opa bilan tanishib, keyin shunaqa taklif berdi. Keyin siz rozi bo'ldingiz. Yo, boshida rozi bo'lmadim. Keyin rozi bo'ldim. Nimaga rozi bo'ldingiz? Bola yaxshi sharoitda yashaydi dedi. Bugun sudning sovuq panjarasi ortida qilmishidan pushaymonmi yo'q, boshi egik o'tirgan er va xotin ikkisi ham Qo'qon shahrida tug'ilib o'sgan. Voqea sodir bo'lishidan bir muddat avval er Farg'ona shahriga ishlash uchun keladi. Ayoli va farzandini ham o'zi bilan olib kelib, ular bir necha kun birga yashashadi. Ikkisi ham mehnatga layoqatli, sog'lom odamlar. Moddiy yetishmovchilik bahonasi esa ularni jirkan savdo, o'z farzandini qo'shtirnoqda bozorga solishdek jinoyatga undagan. Nima qilmoqchi edingiz u pulni? Qarzlarni to'lamoqchi edim. Turmush o'rtog'im bilan kelishib olgandik, kreditim bor edi, 6 millioncha kreditim bor edi. Keyin xo'jayinim kreditlari bor edi. Ana shularni to'lash maqsadida keyin Turkiyaga ketmoqchi edim. Ana ayam Turkiyada edilar. Yaqinda kelishdi, may oyida kelishdi. O'shaning uchun men Turkiyaga borib, ayam bilan ishlab, o'zimga bitta uy qurmoqchi edim. Shu bizneslarim bor edi. Ana shunga ishlatmoqchi edim. Turmush o'rtog'ingiz xabari bo'lgan? O'sha kuni xabarlari bo'lgan. Rozi bo'lishganmi? Yo'q, katta janjal bo'lgan o'sha kuni. Keyin rozi bo'lishganmi? Ha. Mayli, senga kerak bo'lsa beraman. Keyin orani uzamiz deyishgan. Ajrashamiz deyishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida bola savdosida ayblangan ota-onaning qilmishi qonunlar doirasida ko'rildi. Sudlanuvchilarning so'zlari, guvohlar, xolislar eshitildi. Bebosh farzandining xatosidan boshi egilgan ota-onaning iltimoslari tinglandi. Sudda to'plangan barcha dalillar ularni Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan ayblashga asos bo'ldi va har ikkisiga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi tegishli qismi va bandiga asosan 5 yildan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bundan tashqari, aynan voyaga yetmagan farzandni taqdirini hal qilish maqsadida hozir ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlangan inobatga olib, ya'ni Qo'qon shahar Inson ijtimoiy himoya agentligi va Qo'qon shahar hokimining bolalar himoya qilish sho'basi zimmasiga yuklatilishni lozim topdi. Sud yakunida hukmning mazmun mohiyati tushuntirilar ekan, sudlanuvchilarga otalik va onalik moddiy manfaatdorlik uchun imkoniyat emas, aksincha juda katta mas'uliyat ekani ta'kidlandi. Qiyinchiliklarni qonuniy va halol yo'llar bilan hal qilish kerak. Bu bitta jazo aynan sizlarni, ya'ni er-xotin uchun tayinlangan jazo emas, balki butun jamiyat uchun bir ibrat bo'lishi kerak. Ya'ni farzandning huquqlarini hech kim cheklashga yoki bironta bir boshqacha yo'l bilan ta'sir o'tkazishga haqqi yo'q. O'zlaringga tegishli xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. Maftuna Mamasdik va Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.